Man lazerная shlifovka muolajasini qilib ko'rdim va bu haqida nima deya olaman? Lazerная shlifovka qilishimdan sababim mani yuzimda aknedan keyin qolgan teshikchalar, chandiqchalar bor edi. Va bu narsa mani glavniy kompleksimga aylangan edi va men har doim tonalniy krem bilan bekitishga harakat qilardim. Shlifovkadan keyin korочка paydo bo'ldi va mana bu qismida korочка уже tushib ketdi. Bu qismida hali yana bor. Bugun endi 5-kun bo'ladi, shuning uchun korочкalar sekin-sekin tushyapti. Bunda ham hali bor, korочкalar tushyapti. Storiesga chiqib, lazerная shlifovka qildirmoqchiman deb gap boshlaganimda juda ham ko'p podpischiklarim menga yozishdi. Qildirmen, Xursana qildirganda, bloger qiz qildirganda yuzi juda ham yomon bo'lib ketgan, unga yomon ta'sir qilgan. Shu sizga dars bo'lmadimi deb ko'plar aytdi. Bu mavzuni men 5 yildan beri o'rganib kelaman, chunki bu chandiqlar menda ancha yildan beri bor. Men bu narsaga bundoq qilib bo'ldi, bugun qildiraman deganim yo'q. Yillar davomida bu narsani o'rganib kelaman. Shlifovka qiladigan apparatda ham turlari bo'ladi. Men qildirgan apparat nomi mana bunaqa SO2 va u unaqa chuqur kuydirmaydi yuzni. U apparatda точечно chiroyli ishlasa bo'ladi. Undan keyin yuzingiz unaqa nerealni xunuk bo'lib, korичневый bo'lib, korочка bo'lib qolmaydi. Shaxsan o'zim protseduradan keyin yuzim unaqa darajada xunuk bo'lib ketmadi. Korочкalar paydo bo'lgandan keyin qizarib, korичневый bo'lib qolgandi, lekin mana уже ko'rishingiz mumkin, 5-kunga kelib ancha to'kilib tushdi. To'g'risini aytsam, muolaja og'riqli bo'ladi, lekin chidashli darajada og'riqli. Rezultatga keladigan bo'lsak, 5 yildan beri ketmayotgan shramlar 5 kundagina ketib qolmaydi. Men bu narsani bilaman va bu protseduradan men chuda narsa kutmayapman. Yaxshi rezultatga kelish uchun o'zi 3 marta qilish kerak. Men endi birinchi lazerdan o'tdim. Medieval klinikasida qildirdim. Bitta protseduramning narxi 2 million so'm. Undan tashqari agar siz booster yoki boshqa narsalar qo'shtiradigan bo'lsangiz, narxi shunga qarab o'zgaradi. Xullas shunaqa gaplar. Hali yana yuzim polni bitib ketgandan keyin video olib ko'rsataman rezultatlarini va akkauntimda akne degan aktualni bor. Unda to'liq ma'lumot yozib boryapman. Undan tashqari Telegram kanalimga har kun yuzimdagi o'zgarishlarni qo'yib boryapman. Qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutmang.